Gen-bari kasalligini davolasa bo'ladimi? Bu kasallikning o'zi davosi bormi? Ha, albatta davolasa bo'ladi. Bu kasallikning davosi bor. O'tkir davrda bunday bemorlar intensiv nevrologiya va reanimatsiya sharoitlarida davolanishlar kerak. Chunki bu kasallikda nafaqat qo'l-oyoqlarda harakat cheklanishi, balkim nafas olish va yutish buzilish belgilari ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bu bemorlarga katta ehtimol bilan IVL apparatiga muhtoj bo'lishadi. Plazmaferez amaliyoti bu qon plazmasidan gen-bariga olib keluvchi antisellarni qon plazmasidan tozalab beruvchi amaliyot hisoblanadi. Ya'ni gen-bariga sabab bo'lgan antisellarni qondan tozalab beradigan apparat hisoblanadi. Bunda bemorlarni vazniga va kasallik kechishiga qarab 3 tadan 5 marotibagacha kunora plazmaferez amaliyot qilish mumkin. Ikkinchi davolash usuli bu immunoglobulинlardan foydalanib davolanish hisoblanadi. Immunoglobulinlar ham qon plazmasida antigen antisellar birikmalarini pasaytirib beradi va kasallikning kechishini to'xtatib beradi. O'tkir davrda gen-bari kasalligiga chalingan bemorlar qancha erta aniqlansa, qancha erta diagnoz qo'yilsa va qancha erta to'g'ri taktika qilib lechina qilinsa, bemorlarda to'liq tuzalish holatlari kuzatiladi. Bu o'rtacha 2-6 haftani o'z ichiga oladi. 2-6 haftada to'liq tuzalib ketishlari mumkin. Agar bemor qancha kech diagnoz qo'yilsa, qancha kech aniqlansa, qancha kech tashxis qo'yilsa yoki kasallikning o'zi qancha tez rivojlansa, bemorlarda surunkali davriga o'tishi yoki og'ir holatlarda o'lim holati bilan yakunlanishi mumkin. Surunkali davrda ham bemorlar to'g'ri taktika qilib, to'g'ri yondashilsa, to'g'ri davo choralari qo'llansa ham ularda ham to'liq tiklanish holatlari kuzatiladi. Shu o'rinda shuni aytmoqchimanki, gen-bari kasalligiga uchragan bemorlar intensiv nevrologiya va reanimatsiya sharoitida davolanishdan so'ng, masalan 10 kun, 12 kun davolanishdan so'ng yoki ba'zi insonlar 16-17 kun davolanishdan so'ng to'liq tuzalib ketmaydilar. Masalan, qo'l-oyoqlardagi harakatlar baribir cheklangan, quvvatsizlik belgilari to'liq tiklanmagan bo'ladi. Ya'ni uyga ruxsat berayotgan paytda kolyaskada, kimgadir muhtoj holatda ularga ruxsat beriladi. Surunkali davrda biz glikokortikoidlar, alfa-lipoik kislotalar, antixolinesteraz dori vositalari va gen-bari kasalligiga patogenetik ta'sir qiluvchi dori vositalaridan foydalanib davolanishadi. Ushbu videoni tayyorlashimizdan maqsadimiz ham surunkali bosqichiga o'tgan bemorlar, ya'ni o'tkir davrda davolanib surunkali davriga o'tgan bemorlar bo'ldi, men shuncha davolandim, shuncha lechina oldim, bo'ldi kasallikni bori shu ekan yoki boshqa davosi yo'q ekan deb noto'g'ri xayollarga kelmasliklari uchun shu videoni tayyorladik. Surunkali bosqichda qilinadigan davo choralari umuman o'tkir davrda qilinadigan davo choralari tubdan farq qiladi. Bularning alohida dorilari bor, ularning alohida davolash taktikalari bor. Agar surunkali bosqichga o'tgan gen-bari kasalligi bor bemorlar ham to'g'ri yondashib, to'g'ri taktika qilib, to'g'ri bemorga yetarli miqdorda, yetarli vaqtgacha dori-darmonlarni berilsa, to'liq tuzalib ketgan holatlarni ham ko'rganmiz. Agarda sizda yoki yaqin qarindoshlaringizda gen-bari kasalligiga chalingan bo'lsa-yu, lekin hali ham qo'l-oyoqlarda quvvatsizlik, harakat cheklanishi yoki yo'qolish belgilari davom etayotgan bo'lsa, mutaxassis nevropatologlar ko'rigiga albatta boring. Buni aslo kechiktirmang. Chunki oxirgi dunyo statistikalariga ko'ra yoki oxirgi dalillarga asoslangan tibbiyotga ko'ra, gen-bari kasalligiga chalingan bemorlarni 1 yil davomida yaxshi davo choralarini qilib to'liq tiklash mumkin. Undan keyingi holatlarda davo choralari nisbatan qiyinroq kechadi. Bugungi mavzuyimiz shu yerda yakunlaymiz. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz imkon qadar ularga javob qaytaramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.